Xo'sh, hurmatli do'stlar, qadinaslar, bugun mushundaq bir go'zal shanba kunlari yuragimizdagi chin do'stlar, qadinaslar yig'ilib qoldik. Hammamiz mushundaq yaxshi kayfiyatlarimiz bilan do'stimiz Akbar Qahramonning lirik kuylaridan, do'stimiz Abayninki yangi latifalardan birdam huzurlansak qanday deysizlar? To'g'ri gap qilding Mahmudjon, shunday yaxshi ahamiyatli yig'ilish bo'ldi. Endi yana bugun shu do'stlarning ichida texmi faxrlankidek, texmi bir shu ahamiyatli bir ishlar deb anglayman-ku. Albatta bor. Bugun do'stlarimizning ichida nayt xushallarlik natija qozongan, utuq qozongan do'stlarimiz o'tiribdi. Masalan, do'stimiz Adil Hushur bu qitim sharaf bilan Adabiyot san'atchilar birlashmasining ma'mur raisligiga, mamlakatlik sherikchilar jamiyatining ma'mur raisligi saylandi. Yana birisi do'stimiz Abbas o'z kuchiga tayinib partiya hukumatining qo'llashi bilan Urumchining Avat bozorlarining birisi bo'lgan Saymachanga Urumchidagi eng isil mashina bozoridan birini qurdi. Mashina bozorida mashinani pulga sotisizlar-da, ular. Zavod pasida, zavod pasi, esabas, esil. Bu mashina gapini qilsang, semiz vaqtlarimda uxlab qoldigan bir avval o'tishib, mashina deb ketib turib uxlab qoldigan, yo'lda ketib turib uxlab qoladigan, ayda avval vaqtda yo'lda ketib mashina deb ketib bir kuni mashinani so'qib oldim emas, uxlab qolib. Ba'zi yo'lda ketib turib uxlatimcha ishonmaydi-mish 19 ning oldida abayda voqasoq qormay ketib qolsa, yo'g'onchulab ketibsa deb shu uxlat qaqdirimda. Xo'p, qaramamdim men unga. Keyin shuni bilan Odil bilan yangi sog'ib berib, Adil ayataqda men mayataqda mening xo'rikimning darajasining kuchligidan ayataq yatqadam ayatdiganda qo'pab kiribdi. Atash o'ylab ketishimi men aytdim. Manda yatsa o'ylab ketsa, balalaringni o'zing baq bilan yaxshi xo'sh yashaydim shuni al dedi. Qancha bo'lsa men 22 ming qaga atir tushdi dedi. Aloqalashsam aloqalashib berdi 9800 ga. Tushibdi. Aldım 9800 ga ilishdim burun o'yladim, hisobot qildim. Hisobot qilmachi bir o'ylab qolsam o'ylab ketgan qaraganda xodila ekan degan. Shuni bilan oshni oldim. O'sha og'inamning tavsiyasi bilan amdaliqa doktormi deganda o'sha ashini taqab yetib, mening oksigen normal uyqum yaxshi bo'lsa, o'riqlaysa, harakat qilsam, tomoqni kechdi deb deganda, tarash deganda o'riqildim. Shunga semizlikdan men ancha faxrlanib ketmayman. Hozir o'riqlab bir xil shunsa yandiq qarsim valladi-ku men hozir. Mana avatlarniki semizlar to'g'risida bir yumor va masalat shumar. Nima deydi desa, uzuk olsang oltindan ol, kumush olsang qupuraydi, agi taksang semizga tak chapa yapsang uxlaydi. Canciger dostlar yığılıp kaptı, çakçaklar kıllıp günleyli dostlar, güzel çağlanıp esleşip berde, çalay gitarını etelim nakşa. Kimge ametler yar bolgan bolsa, hemmimiz birge hoş bolgan dostlar. Kimning beshiga g'am qayg'u kelsa, hemmimiz birge olshigan dostlar. Dostlar içini
birge naqsha aytaylik dostlar içini birge naqsha aytaylik Üyde yuşurgan serlerimizni dostlar üzara dişeleymiz yar yürek bulup birbirimizge arzu armanni közlişeleymiz O'xshamaydikan do'stlik muhabbat kunduzni kechga o'ylayolmaymiz hatto isinib yig'lashib turib barudetlarni to'kishalaymiz dostlar içini birge naqsha aytaylik 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 birge naqsha aytaylik Avtomobil satmoqchi yoki avtomobil setib olmoqchi bo'lsangiz biz bilan aloqalashing. Kimligingiz bo'lsa avtomobil setib ola olasiz. O'zingiz kelolmasangizmi oilangizga yetkazib beramiz. Telefon 0991 855 55 55 0991 855 55 55. Dostlar içini birge naqsha Dostlarga mening tavsiyam bo'lsa, ham ashyosini Rossiyadan import qilgan. Tövbe lokusdan meyve asmini zeytun meyve aralashtirib yasagan merdi unlashlar. Sumaktan bo'lgan har xil kasalliklarga shifo qiladi. Har oqshimi bu malhamlar maynab yasangiz, atiganda yip-yinib o'psiz. Cho'ng kichik hammalarga bosib kirdi. Ben bu shifni unumi nayt yaxshi.